Assalomu alaykum. Bugun yosh iqtidor egalari birinchi qism kitobining 10-mavzusi. Yoshga doir masalalar haqida gaplashamiz. Birinchi masala: Amirning yoshi 24 da, hozir 2025-yil. Amir nechinchi yil tug'ilgan deyapti. Demak, hozirgi yildan uni yoshini ayirib tashlaydigan bo'lsak bo'ldi. Nechanchi yil tug'ilgani kelib chiqadi. Demak, Amir 2001-yil tug'ilgan ekan. Hop, ikkinchi masala: Erkin 25 yosh, Sardor 32 yosh. Erkin 35 yoshga to'lganda Sardor necha yoshda bo'ladi deyapti. Demak, ma'lumki, har kim uchun yil bir xil o'tadi. Demak, Erkin 25 yosh 35 ga kirishi uchun necha yil kerak? 35 dan 25 ayiramiz, 10 yil vaqt kerak bo'ladi. Birinchisi. Endi, ya'ni bu nimadir 10? Erkin uchun 10 yil vaqt o'tdi. Demak, Sardor uchun ham 10 yil vaqt o'tdi. 32 ga qo'shamiz 10 ni, 42 ga kirdi Sardor. Keyingi masala: Ali Validan 5 yosh kichik. Bu yerda hech narsani aniqlab bo'lmaydi. Agar Ali 8 yildan keyin 23 ga kirsa, birinchi ish 23 dan 8 ni ayirsak, Alining hozirgi yoshi kelib chiqadi. 15 yosh. Bu Alining yoshi. Ali Validan 5 yosh kichik. Alining yoshi bor, Valining yoshi yo'q. Ali Validan 5 yosh kichik bo'lsa, Vali Alidan 5 yosh katta bo'ladi. 15 yoshga 5 yoshni qo'shsak 20. Bu Valining hozirgi yoshi. Bizga so'rayaptiki, Valining 2 yil avvalgi yoshini so'rayapti. 20 dan 2 ni olib tashlaymiz, 18 bo'ladi. Demak, javob 18. Keyingi masala: Erkinning 4 yil keyingi yoshi Sardorning 3 yil oldingi yoshiga teng. Bu yerdan 3-4-sinf o'quvchilar hali hech narsani topisha olmaydi. Agar Erkin 5 yildan keyin 29 ga kirsa, Sardorning hozirgi yoshini top deyapti. Demak, mana bu yerdan topsak bo'ladi. Erkin 5 yildan keyin 29 ga kirsa, hozirgi yoshni topsa bo'ladi. 29 dan ayirib tashlaymiz 5 ni. Demak, bu Erkinning hozirgi yoshi. Ikkinchisi, aytayapti bizga, Erkin 4 yil keyingi yoshi, Erkinning 4 yil keyingi yoshi, demak 24 ga qo'shamiz 4 ni, 28 bo'ladi. Bu 4 yil keyingi yoshi. Shu teng ekan, Sardorning 3 yil oldingi yoshiga teng ekan mana shu 28. 3 yil oldin Sardor 28 bo'lsa, hozir nechaga yoshi nechaga teng topish uchun qo'shamiz. Sardorning hozirgi yoshi 31 bo'ladi shunda. Bizga so'rayapti, Sardorning hozirgi yoshini top deyapti. Sardorning hozirgi yoshini topganimizdan keyin biz xohlagan savolga javob berishimiz mumkin. 5 yil oldingi ham, 5 yil keyingi ham. Lekin bizga uni so'ramayapti, shunchaki hozirgi yoshini top deyapti. Hozir 31 yosh Sardor. Ana shu masaladan keyin sinf ishidagi masalalarni 1 dan 15 gacha ishlashlari mumkin bo'ladi. Ota 28 yoshda, o'g'il esa 6 yoshda. Necha yildan keyin ota o'g'ildan 3 marta katta bo'ladi deyapti. Demak, bu masalani aslida tenglama qilib yechishimiz kerak. Matematikda tenglama qilib yechamiz. Lekin 3-4-sinf bola uchun va hozirgi bilim darajasi uchun tenglama holatda yechtirsak buni tushunmaydi. Shu sababdan boshqa usul o'rgataman. Bu usul jadval usuli. Jadval usuli qanaqa mana? Otani yoshini yozamiz, 28 yosh. O'g'ilni yoshini yozamiz, 6 yosh. Jadval. Ikkalasi uchun ham bir xil vaqt o'tadi. Ota 1 yildan keyin 29 ga kirsa, o'g'il 1 yildan keyin kiradi. 3 marta katta bo'lmadi. Bu 1 yildan keyin 30 ga kirsa, bu 1 yildan keyin 8 ga kiradi. Ota 1 yildan keyin 31 ga kirsa, bu 1 yildan keyin 9 ga kiradi. Ota 1 yildan keyin 32 ga kirsa, o'g'il 1 yildan keyin 10 ga kiradi. Ota 1 yildan keyin
33 ga kirsa, o'g'il 1 yildan keyin 11 ga kiradi. Bo'ldi. Mana bu yerda 3 marta katta bo'lib qoldi. Necha yil o'tdi desa, hozir mana bu yerda 33 yoshga kirgan ota. Avval necha yosh edi? 28 yosh edi. 33 dan 28 ga ayirib qo'yamiz. 5 yil o'tdi. Demak, 5 yildan keyin otaning yoshi o'g'ilning yoshidan 3 marta katta bo'lar ekan. Yoshlar nisbati o'zgaradi, lekin yoshlar farqi o'zgarmaydi. Shunisini bilishimiz kerak. Xo'p, keyingi masala bilan tanishamiz. Ona 35 yosh, qizi esa 11 yosh. Necha yil avval ona qizidan 7 marta katta bo'lgan, deyapti. Demak, avval degan uchun biz jadvalni orqaga qaytaramiz mana. Ona 35 yosh, qiz 11 yosh. 1 yil qaytamiz orqaga. 34, 10. Yana qaytamiz. 33, 9. Yana qaytamiz. 32, 8. Mana bu yerda 4 marta bo'ldi. Bizga 7 marta bo'lish kerak. Xo'p, 31, 7. 36. Mana bu yerda 5 marta bo'ldi. 29, 5. Yana qaytaramiz. 28, 4. Mana bu yerda 7 marta katta bo'ldi. Qizining yoshini 7 ga ko'paytirsak, onaning yoshi kelib chiqadi. Demak, bizga aytayapti, necha yil avval deyapti. 35 yosh edi. Necha yil orqaga qaytardik? 28 da ayirtirsak 35 dan 7 yil orqaga qaytarganimizdan keyin ona qizidan 7 marta katta bo'lib qolar ekan. Xo'p, keyingi masalamiz 3 ta aka-ukalarning yoshlari yig'indisi 41 ga teng. 5 yildan keyin bu yig'indi nechaga teng bo'ladi deyapti. Demak, 3 ta aka-uka bor. 5 yildan keyin birinchi farzand 5 yoshga ulg'ayadi. Ikkinchi farzand ham 5 yoshga ulg'ayadi. Uchinchi farzand ham 5 yoshga ulg'ayadi. Umumiy holda yig'indi 5 kara 3 15 ga ko'payadi. Hozir ularning yig'indisi 41 yosh. 5 yildan keyin 15 ni qo'shsak 41 ga 56 yoshda bo'ladi. Ya'ni 3 ta aka-ukaning yig'indisini qo'shib chiqsak 56 chiqadi. Keyingi masalamiz, onaning yoshi 3 ta bolasining yoshlari yig'indisidan 4 marta katta. Agar bolalarning yoshlari mos ravishda 1, 3, 8 yosh bo'lsa, necha yildan keyin bolalarning yoshlari yig'indisi onaning yoshiga teng bo'ladi deb savol beryapti bizga. Men buni ham jadval qilamiz mana. Onaning yoshi hozir bilmaymiz. Ma'lumot berilgan topsak bo'ladi va 3 ta bolaning yoshini bilamiz biz. 3 ta bolani yoshlari yig'indisini bilamiz. Xo'p, 1, 3, 8 bo'lsa, qo'shsak 12 chiqadi. 3 ta bolaning yoshlari yig'indisi. Demak, onaning yoshi 3 ta bolaning yoshi yig'isidan 4 marta katta deyapti. 4 ga ko'paytirsak 48 bo'ladi onaning yoshi hozir. Endi qaranglar. 1 yildan keyin ona 49 ga kirsa, mana bu 3 ta bola yoshlar yig'indisi 15 bo'ladi. Chunki bu 3 ga ortadi. 3 ta bola bo'lgani uchun bu 1 ga ortadi. Keyingisi 1 yildan keyin bu 50 bo'ladi, bu 18 bo'ladi. 1 yildan keyin bu 51 bo'ladi, bu 21 bo'ladi. 52 bo'ladi, bu 24 bo'ladi. Bu 53 bo'ladi, bu 27 bo'ladi. Bu 54 bo'ladi, bu 30 bo'ladi. Bu 55 bo'ladi, bu 33 bo'ladi. Yana 1 yildan keyin bu 56 bo'ladi, bu 36 bo'ladi. Borgan sari yaqinlashyapti. Bu 57 bo'ladi, bu 39 bo'ladi. Bu 58 bo'ladi, bu 42 bo'ladi. Bu 59 bo'ladi, bu 45 bo'ladi. Bu 60 bo'ladi, bu 48 bo'ladi. Davom etamiz. Yana 1 yildan keyin ona 61 yosh bo'ladi. 3 ta bolaning yoshlari yig'indisi 51 bo'ladi. Yana 1 yildan keyin 62 yosh, 54 yosh. 63 yosh, 57 yosh.
64 yosh 60 yosh, 65 yosh 63 yosh. Yana bir yildan keyin 66 yosh 3 qo'shsak 66 yosh. Ana teng bo'ldi. 66 yoshda ona 66 ga kirganda bolalarning yoshlari yig'indisini qo'shsak 66 chiqdi. Necha yildan keyin bolalarning yoshlari yig'indisi onaning yoshiga teng bo'ladi deyapti. Demak, ona 48 ga kirdi, avval ona 66 ga kirdi, avval 48 edi. 66 dan 48 ni ayirib tashlasak, hop 8 18 yildan keyin shu aytgan shart bajarilar ekan. 18 yildan keyin ona 66 yosh bo'lar ekan. Agar mabodo bizga bolalarni har birining yoshi necha bo'ldi desa, birinchi bola 1 yosh edi, ikkinchisi 3 yosh edi, keyingisi 8 yosh edi. Har biri uchun 18 yil o'tgan. 18. Shunda birinchi bolaning yoshi 21 bo'lib qolgan, 19 bo'lib qolgan, ikkinchi bolaning yoshi 21 bo'lib qolgan, uchinchi bolaning yoshi 26 bo'lib qolgan. Qo'shsanglar haqiqatdan 66 chiqadi. Tamam. Bizga bular so'ramayapti, necha yildan keyin shunaqa hodisa ro'y beradi deyapti. Demak, javob 18 bo'ladi. Keyingi masala, otaning yoshi ikkita bolasining yoshlari yig'indisidan 2 marta katta. Agar ota hozir 28 yosh bo'lsa, necha yildan keyin bolalar yoshini qo'shsak, ota yoshi kelib chiqadi deyapti. Demak, qilamiz jadval. Ota 28 yosh. Ikkita bola yoshlari yig'indisi, hop, 2 marta, ota 2 marta katta bo'lsa, bular 14 yosh bo'ladi yoshlarni qo'shsak. Necha yildan keyin deyapti? 29 bo'lsa, bular 2 ga kattaradi. 16 bo'ladi, chunki ikkita bola bor. 30 bo'lsa 18, 31 bo'lsa 20, 32 bo'lsa 22, 33 bo'lsa 24, 34 bo'lsa 26, 35 bo'lsa 28, 36 bo'lsa 30, 37 bo'lsa 32, 38 bo'lsa 34, 39 bo'lsa 36, 40 bo'lsa 38, 41 bo'lsa 40, 42 bo'lsa 42. Bo'ldi. Demak, ota 42 yoshga kirganda ikkita bolasini qo'shsak 42 chiqar ekan. Necha yil o'tdi desa, 42 dan 28 ayiramiz, 14 yil vaqt o'tdi. Shundan keyin sinf ishidagi masalalarni 16 dan boshlab bemalol 30 gacha ishlashlari mumkin bo'ladi. Xo'p, sinf ishidagi mana bu oxirgi masalalarni, oxirgi 4 ta masalani imkon boricha birinchi dastlab o'zlari yechib o'ylab ko'rishlari kerak. Eng oxirida yechim berganlaringiz foydali. Bu mavzuni shu 26 gacha bir dars, qolganini keyingi mavzuga qo'shib o'tgan ham yaxshiroq. Agar guruh darajasi boshlang'ich juda 0 dan boshlagan bo'lsa, birinchi darsda shu 16 gacha, 15 gacha ishlatib, ikkinchi darsda qolganini o'rgatgan yaxshiroq. Vaziyatga qarash kerak. Demak, bugungi mavzuyimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.